Men 2010-yilman, yigitim 2002. Dadam deb qo'ygandan ko'ra. 8 oylik homilam bor. Wow, nevara eson-omon. Oy kuningiz oz qoldi. Eson-omon qutib oling inshaalloh, umri bilan rizqi bilan bergan bo'lsin. Allohu akbar. Men dahoman. Yigitim to'y qilmoqchi. Meni ham, uydagilarimni ham yigitimga davoyimiz yo'q. To'y qilsa bo'ladimi? Yigitim qamalib ketmaydimi? Kelajakda tug'ilajak nevaramiz auditoriyamiz bilan birgalikda duo qildik. 3 yildan 5 yilgacha otasiz katta bo'lishi mumkin, Xudo ko'rsmasin. Lekin siz 16 yoshga kirmasdan u yigitingiz bilan boya aytdim, dadangiz deb hazillashdim. Nimaga dadangiz deganim? Insof bilan davom ettiramiz. Insof bilan 2000-yilga, 2002-yilga bolalar lichkasiga, onasiga qarasa, bir xil tvar tanishlar bor. 2012. O'zi yozyapti deydi. Sen esing yo'qmi deyman. Yoshgina hali qizcha-ku, hali o'qisin, o'ynab kulsin. Misol uchun 20 yoshli qiz bilan 28 yosh erkak mayli, lekin 15 yosh bilan 15 yoshda hech kim kattada. Endi muhabbat deganlar sal 19-20 yoshdan boshlansin, do'stlar. Xullas, 16 yoshga kirmaganingiz uchun, jinsiy aloqa bo'lib qo'ygani uchun 128-modda Jinoyat kodeksi bo'yicha 3 yildan 5 yilgacha uy qamog'i bo'lishi mumkin, 3 yildan 5 yilgacha qamalib ketishi mumkin. Oila kodeksining 15-moddasi nikoh yoshi 18 yosh. Minimum yo'q, maksimum 1 yilga qisqartirilishi mumkin. O'zi 20-25 yosh bo'lsa ham, 12 yosh, 13 yoshli qizlar bilan gaplashadigan tanishlaring bor, bilaman, ana shularga yuborib qo'ysa, haq-huquqlari uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Huquq har doim kerakli sohalardan biri bo'lib qolaveradi, do'stlar. Nevara otimni qo'yamiz.